Assalomu alaykum, qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun Toronto havo nihoyat yaxshi. Hozir kechqurun soat 9 qapti. Shunday shunchalik yo'riq havo. Ham oldin qatam shu issiq qilishning nihoyat xatarli ekanligini so'zlagandim. Nihoyat ko'p qarindoshlar shunday yaxshi fikrlarini berdi. Savollarni so'radi degandek. Mana endi amal bor, menga savol so'rasanglar, amal bormi shu YouTube'niki ostidagi komment qilgan yeriga, fikr yozgan joyga, bo'lsa mening WhatsApp nomerimni davomli bo'lmasimi shu pat chaplab qo'yapman shu videolarimga. WhatsAppda qoldirsanglar, hamda WhatsAppni ko'proq ko'rdik ekanman. Qolgan masalan Facebook deymiz, Instagramlarda toza diqqat qilib bo'lmaydi ekanman. Demakchi amalda eng yaxshi usul shu WhatsAppda qilsanglar, vaqti-vaqtida bo'lmasimi, kechik bo'lsimi, cho'qim javob qaytarishga tirishman deb o'ylayman. Hamda shu bugun shu hazm qilishniki oldin qatam 12 barmoq kelgan, hamda shu 12 barmoq tutishadigan shu a'zolarni ancha so'zlay deb o'yladim. Bugun eng asosiysi o'zim shu vatandan qilib kelgan shu o't to'g'riliq so'zlay deb o'yladim. O'tning operatsiyasini nihoyat ko'p qilgan, ayni vaqtida doktorxonada 9 yil ishlatdim. Shu doktorlar bilan hamda yangi doktor vaqtlarimiz desak bo'ldi bir hisobda. Shunga o't kesili nihoyat ko'p. Rahmatli otam aytdi, bu Urumchidagi ishkin doktorxonada bu o't kesilini kesib qilmoqchilar deb. Demasam bir kunda 5-6 kasalning o'tini operatsiya qildik. Demak, mush to'g'risida qisqa hamda erkin ozodda paran qilish deb o'yladim. Dars qator bu saqat qoldi-ki, davomli qashna deyman. Shu qanday alomatlar bo'ladi, qanday qancha operatsiya qilsak bo'ladi deganlarni, operatsiyadan keyin qanday qilsak bo'ladi deganlarni qisqacha bugun so'zlab beray deb o'yladim. Bu o't kesilib burun shu ayollar ko'p bo'ldi ekan-to'q. Bo'libmi ayollar ko'p bolalik bo'ldi ayollarda, anandikin ochiq yama ayollarda degandek. Shunaqa nima deymiz, statikalar batdi. Ammo keyingi mezgillar kelgan chaqda ayol o'xshash. Erlardan bek ko'p bo'lib ketdi. Bizning Uyg'urlarning ashna ketmizog'i ochiqimiz kelsa o'timni tashtirib etding deb qo'ygan. Cho'qim bir ilmiy asos bor deb o'ylayman uni. Shunga hamda ochiq yama odamning bo'ldi degan gap emas. Ammo shu o't suyuqlig'iniki yig'ilishi, o't tosh degani ko'p odamlar qandoq bo'ldi deb o'ylaydiganlar bor. Masalan, uyiniki a'zolari o't tosh bo'lib qolgan a'zolar bo'lsa, shularga biz hamda shu operatsiya qilib bo'lgandan keyin o'tdagi toshni quloq tutqizib qo'ymizda, hamda shu mana kesdik debchi. Demakchi bu o'tdagi suyuqlikqa qandoq toshga aylanib qoldi deganga kelsak, bu o't suyuqligi jigardan ajratib chiqardi. Biz kechda uxlagan vaqtida o't suyuqligi jigardan ajratib chiqarib, 3dan 2 qismi o'tga tushidi, 3dan 1 qismi 12 barmoq taraf qarab mangdi. Shunlashqa bu yer bir deydiganim, undan keyin bu nima uchun qotidi deganda, men shu universitet o'qiyotgan vaqtimda ma'lum degan gap shunday aniq esim qoldi. Keyin shu bemorlarniki kasal tarixini so'rash jarayonida haqiqatan rostini his qildim. Shu atdiganlik tomoq. Atdiganlik tomoq yemagan odamniki o't tosh bo'lish ehtimolligi boshqalarga qaraganda shunday yuqorildi ekan. Nima uchun degan chaqda biz kech uxlagan chaqda bu jigar o't suyuqligi ajratib chiqardi. 3dan 2 qismi o't tushidi, 3dan 1 qismi 12 barmoq tushidi boy degandek. Ammo siz atigini o'rningizdan turgandan keyin atigan tomoq yemasangiz, bu suyuqlik shu pit qolib qoldi, 3dan 2 qism suyuqlik. Tushlarga yaqin yeb, undan keyin qissangiz u quyuq bo'lib ketadi-da. Shunlashqa atigan turgan chaqda agar tomoq yesangiz, u g'idiqlarida badandagi a'zolar g'idiqlab oshqozondan o'tadi, oshqozon 12 barmoq kelgandan keyin tomoq keldi deb mingimiz signal berdi-da. Bergandan keyin shu 12 nima yemaklar 12 barmoq kuchayib kelgandan keyin o'tni shu siqib chiqardi o'zidagi suyuqlikni, o'z suyuqligini siqib chiqargandan keyin undan keyin 12 barmoq tushdi. 12 barmoq tushgandan keyin shu bizning yegan tomoqlarimiz bilan birlashib hazmga yordam qiladi. Demakchi shu agar yemasangiz, u o't suyuqlik qetib oxir toshga aylandi. Shunlashqa o'tlik tosh deymiz. Anandan keyin buning alomatlari ko'p bo'ladi, o'xshamaydi odam bilan odamning. Ba'zida tuxum yesam o'tim og'riydi degan ishlar bor. Ammo endi oldin qatimladim dedim, bu doktorchilik odamlarning taraqqiyoti, jamiyatning taraqqiyoti asosan
her yıl degidek az-azın özgürep mağadıke statikalarçı. Şunlaşkan da şu alametler digen çağda şu dolu taraf ağrıydı köpünçe eylenin. Onundaki aşkazım ağrıydı dedi Allah. İşkin doktorxanada mı şu 85% kisel aşkazım ağrıydı deyip şu septiki darıxanda darıp yaptıman digen kiseller köp. Nima uchun degan chaqda shu o't tarafdagi nervlar oshqozonni tutish, hamma nerv tutishidi-ku. Lekin oshqozon og'irgandek his qildi ekan, shunga o'zigidil doktor ko'ranmay, shu necha yil shu oshqozon dorisini yeb, oshqozonni buzib olgan ahvollar bor. Uning keyin oxiri faqat bu mo'jiza tekshirib, bu o't tosh bo'lganligini his qilgandan keyin, o't avatgandan keyin bu oshqozon o'ziniki oshqozon og'ridi degan alomatlar yo'qolib ketgan. Demek ki onun için bu köngel işler işler buludu, yandağın çağda yeşil renkli yandırdı, iğir buğan çağda. Onun için bu taşniki bayağı dedim bu taşның türü her xil buludu. Şunçilik çıraylık parkırak taşlar buldu, kapkara taşlar buldu degендek. Şunlaşqa hem de men şu özüm işliğe vaxtıda en çoğun taşniki çoğunluğu görüp hayran qalğandım, ciddi kişisi kan keselken men düzünlemezdim. Ertesi biz kesel ağırlayımız bu. Şu vaxtçağda şu aldığım günü keşte operasiya qilgan bir tungan kesel, ayal keselke o'ylab baxsam şu 50 yaş, 60 yaş etrafida bedenim yuğan ayal kemtuk. Şuniki ötüdeki taşını kösetdi düzün doktorlar. Şu kulum muştumda kelidi. Şunçilik yuğan. Şu 12 fakat öt halsıda her kan bir dalımız suyuqluq qalmaptı da. Ya yerilip bir bulmaptı ama şimdi çaplaşıp aşına ötüne şu nimqandan keyin alqı çingdigandan keyin şu qattiq ağırgandan keyin kelgan gapda şu vaqtcha alqı doktor ko'ramagan gap degan gap. Bizde mi bor undaq ishlar faqat bo'lmagan chaqda bardigan ishlarchu. Shunlashqa ba'zilardan so'raydi ötde ösme deymizmi? Ösme deganni yaxshi xarakterlik o'sma ko'parak o'tniki. Xanjusinin Uyg'ursinin shiru deb qo'ymiz hamda. Ashunaqalar qanday qilsak bo'ldi deydiganlar bor. Meningcha hamda o'tda shunaqa o'smalar bo'lib bo'lsa, agar turmushingiz ta'sir qilmasa, pichoq tekizmaga yaxshi. Yana birisi uningkin o'ti tosh bo'libmi, alomat bo'lmasa, sizda alomat bo'lmasa, hargiz pichoq tekizmang. Nima uchun degan chaqda men Yaponda şu o'quvchilarni praktik qildirgan vaqtimizda şu jasadlarni ustida praktik qildirmiz. Şu vaqtda şu kasallarniki qusoqlarida ko'rimiz o'tlarni. O't tushib bitta o'tning ichidagi toshlarni tatib turganlar borda. Demakki bir umr hamda 80-90 yoshli mo'may buvaylar bor. Degandekchi bir umr shunaqa o'tni operatsiya qildirmagan. Demakki turmushga ta'sir qilmasa meningcha operatsiya qilmagani amal bor, pichoq tekizmagan yaxshi. Yana birisi hamda vatanda muba hamda boshqa chetdaldimi shu kesib operatsiya qilish bilan teshib operatsiya qilish ikki xil bo'ladi. Dastlabda men xizmat chiqqan chaqlarda teshib operatsiya qilishni hamda umumlashgan. Shu doktorlarning ichida hamda nima deymiz, kasalni o'ziga tortish nimasi bilan ba'zi doktorlarniki hamda nima deymiz, axloqsizlikqa kiradi bir hisob. Mana aytgan chaqda kasallarga hamda bu kesadigan bo'lim bilan teshadigan bo'lim deymizmi? Unda ushaq bo'limlar bo'lingandiki hamda bemorni o'ziga akilish uchun ba'zi doktorlar shunaq deydi ekan. Men bu dastlabda shu kesadigan bo'limda ishladim. Undan keyin Yapon berishni oldida shu qursaqni teshib mavalqa TV qarab turib oladiganini ishladim. Ammo u kesadigan bo'limning doktorlari ba'zi kasallarga shunday demiş. Bu teshadigan bo'limniki doktorlari o'tni ko'maylam operatsiya qildi, shunlashqa ular qildirmanglar debchi. Ashuna gaplar haqida kulib ketgandim. Demakchi hamda menda raqobat deymiz bir hisobda. Undaq deydiganlarmi yo'q emas deyilmaydi. Kasallarda ana bayron qolgan to'q amaliyotda bu qursaqni teshib elish ham taraqqiyotnikiga ergishib bo'lgan ishlarda uni. Onun ustiga tiz bo'ladi. Hatto shu yarim soatda tugatgan operatsiyalar bor. Odatda qursaqni kesib qilsa, buniki nimasi agashim kasallari deganda ko'p ahvollar yuz berdi. Bo'lib semizlarni qilsa, teg'imdimi agashim kasal ko'p chiqadi. Shunlashqa hamda hammasining o'zi kuchliq ortiqchiligi va
kamchiligi bor degandekchi shu operatsiyaniki. Demakchi shu o't to'g'riliq ham qanday savollar bo'lsa desanglar, o'tni kesib bo'lgandan keyin agashim kasallar bo'ldi, ahvollar bo'ldi. Eng ko'p ko'rildigini shu tomoq hazm bo'lmaslik. Nima uchun degan chaqda o'tni kesib o'tgandan keyin bay degan 3 ta qism suyuqlik butunlay shu 12 barmoq uchiga tushdi-da, o't xaltasi yo'q bo'lgandan keyin. Shuning bilan bu ichki turdigan ahvol ko'para ko'rildi. Ondan keyin boshqa cho'ng agashim kasal bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunlashqa bugunimda hozircha o'tni so'zlab tursam, kelaqatimda shu 12 barmoq bilan ulishidan oldin qatim so'zlagan oshqozon osti beziniki yo'li, oshqozon osti bezi, ondan keyin jigar qatorliq a'zolarni so'zlab asta-asta shu butun qismini so'zlayman deb o'ylayman. Undan keyin shu har xil maslahatlar tushyapti. Menga masalan shu psixolog jihatlarda deymiz deganda, men psixolog emas, shunday bo'lsa-mu nerv kasalliklar bo'liminiki darsini bagashga o'zim qiziqib hali materiallarni ko'rdim. Amalimning bericha tirishib materiallarni ko'rib javob beryapman. Shu to'g'riliq savollar bo'lsa so'rasanglar, komment qo'yib qo'ysanglar, yoki WhatsApp nomerimni qo'shib so'rasanglar, qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Ma'qulamsa hozir qorong'i tushib ketdi biya. Bo'lmasa yana kelaqatimga videomizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.